Assalomu alaykum. Bugun biz Cham vodiysiga keldik. Do'stlarim, har safarında terasda o'tirardik, ammo bugun pastda o'tirishga niyat qildik, chunki pastda hech o'tirmagandik. Pastdan ham juda ham chiroyli manzara ko'rinadi. Bitta kahvalti, choy, qahva ovqatlanishingiz mumkin. Xohlagan narsangizni yeyishingiz mumkin bu yerda. Biz ertalab choy ichamiz desak, turklar kahvalti deb aytishadi. Mana turli tuxumdan tortib hamma narsamiz keldi. Salata, kartoshka qizartmasi, hamma narsamiz bor. Bu quymoq deyiladi. Sir bilan undan tayyorlanadi. Juda ham mazali. Bu manzarada soatlarcha o'tirib shunaqangi mazza qilasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.